Men 6 yil oldin sahir bo'ldim. Birinchi bo'lganda pandemiya paytida Covid bo'ldim. O'sha paytdan sal vaqt o'tgandan keyin Covid paytida qiynaldim. Keyin sal vaqtdan keyin sahir bo'lib o'tibman, sahir bo'libman. Keyin shundan mazam qochib, juda ham holsizlanib, juda ham ozib ketdim. Juda semiz edim men, juda to'lacha ayol edim. Keyin juda ham ozib, shunday qiynaldim, rosa qiynaldim. Keyin farzandlarimga aytdim, doktorga olib bormasalar bo'lmaydi, endi doktorga boraylik dedim. Dinkam quridi, hojatga chiqishga bo'ldi. Keyin shunaqangi oyoqlarimda holsizlik bo'lib ketdi. Shunaqangi bundaqa oyog'im bilan bunday yuray desam, mana joyimdan turayotganlarimda juda ham holsizlik bo'lib, o'sha oyoqlar bosolmaydigan darajada bo'lib qoldim-da. Juda ham qiynaldim. Avval bilmaganman. Yuraveribman, shunday o'zim mazam yo'q. Qarichilikma bir mazam qochdimi deb o'yladim-da, shunday yuraverdim. Keyin qarasam, kundan kunga mazam qochyapti. Kundan kunga juda qiynalyapman. Keyin shundan bolalar endi tekshirdik, unda tekshirdik dedidan shundan balsaga bordik. Tashkentga bordim balsaga. Qon topshiringsizlar, u deb qon topshirdik birinchi o'rinda. Qon topshirsak, sahir chiqdi. Sahir bor ekan dedi. 14-15 ga chiqib ketdi. Sahir deganni eshitgandan keyin juda ham tushkunlikka tushib qoldim bolam. Mening avlodimda sahir yo'q edi-ku. Qanday sahir bo'laman deb juda ham xafa bo'lib, o'zimga o'zim yig'lab, mazam qochib, oldimda bolalarim, "Opa, ana o'qimang, hech xavotirlamang, yaxshi bo'lib ketasiz", u dedi. Bu sahirni endi oldin rosa ko'p eshitganman. Nima deb eshitgansiz sahir haqida? Sahir kasallikni eshitganman. Juda yomon kasallik bo'lib, yara chiqib, qiynalib o'lganlarni eshitganman. Endi uzoqlarda shunday deb eshitganman. Keyin juda xafa bo'ldim. Endi men ham shunaqa bo'lamanmi-ki? Endi shunday bo'lsa kerak deb o'yladim. O'ldi, endi men ham borib shunday bo'laman-da deb o'yladim. Oyoqlarim juda holsizlanib, battar tushkunlikka tushib qoldim eshitgandan keyin. Qiynalib, birpas mazam ham qochib qoldi, qaltirab. Keyin doktorga tekshirtirdik. 2 kun qolib ketdim Toshkentda. Tekshirib, analizlar tekshirib, keyin shu dori-darmon yozib berdi. Davolaning dedi. Hay, o'zimizcha xabar davolanamiz dedi. Analizlar chiqarib, ana o'qib berdi, dori yozib berdi. Shu bilan qaytdim. Shunda ham qo'rqish bo'ldi toza. Endi nima bo'ladi, bu sahir kasalligi toza yomon kasal derdi. Shunday bo'ladi deb qo'rqib uyga qarab qaytib keyin shu bilan dorilarni olib yeb yurdim. Shunda ham mazam bo'lmay yurdi barbiram. Zomga keldim-dan uchotga algiga turdim. Turib, ular analizlarimni topshirib shunday ekan, u bu dedim. Endi bu dedi, har 6 oyda dedi, davolanishga o'qib turasiz, endi davolanasiz dedi. Ha dedim-dan algiga turib keyin dori-darmonni yeb turdim. Barbiram mazam bo'lmay yurdi-da. Keyin kundan kunga arxilib ketaverdim. Necha kilo edingiz oldin? Oldin 96 kilo edim. 96 kilo edim. Ozib 78 kiloga tushdim-da. Yaqinlaringiz ham xavotir olgandir. Hamma qarindosh urug'larim, "Voy, sen bizning avlodda bo'lsa bo'ladi" degan edi. Sen avlodimizda yo'q, otam ham, onam ham hech unaqangi bo'lmagan. Sen sahir qayerdan ona bo'lib qoldi deb ular ham shunday deydi. O'zim ham hayron bo'ldim endi. Shu bilan dori-darmonni balsada ana o'qildimda dorilarni yeb yurdim. Shunda ham kundan kunga orqalab ketaverdim. Keyin bu yerdan alga to'g'riladim tag'in, o'rda to'g'riladim tag'in. Jizzaxga borib, sahir balsada yotib keldim. Keyin 10 kun yotardim. 10 kun davolanib yotib keldim. U necha kunga ta'sir qilardi o yurdik davolanish? 10 kun, endi 6 oyda yotib ketasizlar, har 6 oyda derdi-da. Har 6 oyda keyin borib yotib turdim. Yotib turgan bilan ham ukol algilarni oldim, tabletkalar yeb yurdim, lekin og'riqlab ketaverdim lekin. Og'riqlab ozib, keyin mazam bo'lmay, ana oyoqlarimga, badanimga xuddi igna sochganday bo'lardi-da. Igna sochgan. Chim o'tardi, igna sochgan bo'lardi. Keyin oyoqni bunday joyimdan tursam, oyoqni to'g'ri bosa olmas edim-da, oyog'im bidirgnab ketar edi. Uyushib qolar edi-da. Asabiylikchi? O asabiylik juda yomon edi. Hammasiga baqiraverardim. Sal narsaga ochig'im chiqib ketardi, lekin juda ham ochig'im chiqib ketardi. Shovshi umuman yoqmadi. Bu yerda nevaralar baqirsam, xo'jayinim baqirsa ham, iltimos menga baqirmang der edim. Baqirmang. Shovqin yoqmaydi deb aytar edim. To'ylarga ham borgingiz kelmay qolgandi. To'ylarga ham bordim, borim kelmay qoldi. O'sha paytlar kasal bo'lib paytda hech chiqishni xohlamay qoldim o'zim.
Baya yursam, oyog'im shunday yurib ketaysam, orqaga tortib ketardi oyog'im. Qandaydir buklanib ketardi, birdaniga buklanib ketardi. Juda holsizlanib qolgan ekan. Ha, holsizlanib qoldim. Oyog'im buklanib, juda ham qiynaldim lekin, juda. Ancha qiynaldim. Ko'z xiralashish bo'lganmi? Ko'z xiralashish ham bo'ldi. Ko'zim shunday bir narsaga tikilib o'tirsam, keyin bunday qarasam ko'rmay qolar edim. Boshqa narsani, boshqa yoqqa qarasam, biz bitta narsaga uzoq tikilib tursam, boshqa yoqqa qarasam ko'rmay qolar edim keyin. Aytardim, ko'zim toza xiralashib qoldi deb. Juda lekin qiynaldim lekin. Bitta gazetada diafrin degan algini buni shunaqangi algini kompaniyaning darsini reklama qildi. Gazetada chiqdi. Gazetada chiqqan o'g'lim bilan xo'jayinim ko'rib qoptidan aytdi, shu toza bittasi yozgan. Shuni yesa sahr diabet alga yo'q bo'lib ketadi ekan, men onam yegan deb yozdi. Keyin o'shandan bolalarim olib keldi. Olib keldidan men undan ham rosa ichdim. Lekin to'g'risini aytaman endi, hamma o'zicha foydasini bilmadim-da. Sahrni yo'q qilib yuborishning iloji yo'q bo'lsa kerak. Yo'q qilib yuborishning iloji yo'q, lekin umuman ham ta'sir qilmadi. Keyin televizorda Insudol degan uni reklama qiladi, har doim reklama qilar edi. Keyin o'shani ham olib ichdim, rosa olib ichdim uni ham. Başta 1 yil, 2 yillab ichdim Insudolni. Lekin umuman foydasini bilmadim. Uning ham foydasini bilmadim. Keyin diafrin ichdim. Keyin orada yana bitta unikisi hozir esimdan chiqdi. Suvni unikini ham olib ichdim. Uni ham bolalar aytdi, "Opa, u ta'sir qilmasa, bunisini ichganda uni ham ichdim." Uni ham lekin rosa ichdim lekin. Bolalaringizga ham rahmat. Shuncha har xil choralar qilib ko'rib. Ha. Lekin bolalar izlashdan to'xtamadi lekin. Nima yozsa ichib ko'ringchi dedi. Men aytdim, ichim apteka bo'lib ketdi. Buning barini ichaverib deb, ziyoni yo'q dedi-da, suvda olib keldi. U ham shu sahr diabetlarga anov ekan. Uni ham men rosa ichdim uni ham. Uni ham bitta ham ta'sirini bilmadim uning ham. Lekin bolam ichyapman dedim, umuman ta'sirini bilmadim bolam dedim. Buning ham dedim. Keyin shu bilan men aytdim, endi dedim, ichmayman dedim, kompaniyalarning darsini dedim. Birortasi ham ta'sir qilmadi-ku bolam dedim. Bari shu ahvol shu dedim. Bitta o'zgarish bo'lmadi dedim, lekin armansizdan ichyapman. 6 ham ichdim, 1,5 yil ham ichdim, 2 yil ham ichdim ana dorilar. Lekin umuman foydasini ko'rmadim ularning. Shundan keyin men bu stop diabetni mana telefonlarda chiqadi. Samarqandlik bitta ayol gapirdi. Samarqandlik ayol gapirdan keyin bitta anavga yig'ilgan bo'ldi, sahr diabetlar, shu sahr bo'lganlar yig'ilgandan o'sha ayollar gapirdi, uni ko'rdim. Unda ham ko'rdimdan, ha bular anav bo'lgandirda demdan, indamay qo'ydim, yana kuzatdim. 2 yil kuzatdim men shu stop diabet. 2 yil kuzatdim. Bular ham dedim bitta kompaniyaning darisida dedim, qo'ydim. 2 yil kuzatdimda keyin xo'jayinim aytdi, ichmaysan, sen ham bir ko'r qara dedi. Yana nechta odamlarning chiqqanini ko'rdim, lekin telefonda lekin armansizdan kuzatdim lekin men stop diabet. Keyin men ham aytdim, keyin bizam aytayın qanadan bir ko'rayin shu stop diabetdan deb stop diabetni aytdim. Keyin aytgan kuni keyin 2 kundan keyin olib kelishdi. Vrach bog'landimi sizga? Bog'landi. Tushuntirdimi? Tushuntirdi. Olib kelgandan keyin uni ichishda boshladim. Boyagi avval lekin hamma boya kompaniyaning daralasini parhez ham qildim-da, rosa parhez qildim. Parhez qilsam ham umuman ta'sir qilmadi, lekin boyagi algida bo'ldi. Keyin buni ichishni boshladim, parhez qildim, avval boshlab parhez qildim. Parhez qilib ichdim, 5 4 ana shunday bo'lib boshlandi. Keyin qarasam kundan kunga yaxshi ta'sir qilyapti. Keyin parhez qilmay qo'ydim. To'g'risini aytayin-da, bolam, yashirmakdan nima? Ya ana parhez qilmadim, shunday ichaverdim. Kam-kamdan hammasini yeyverdim, bu dorini janga vaqtida ichaverdim. Keyin kundan kunga yaxshi. Rangim kirib kundan kunga. Necha kunda sizga zo'r bilindi ta'siri? Shu 15 kunlarda yaxshi bo'ldim lekin to'g'risini. 15 kunlarda yaxshi bo'lib, uyqularingiz yaxshilanib. Avval uxlolmas edim, uxlar edim. Uxlagan bilan yotgan bilan o'yov odamga o'xshab yotar edim-da, damamas edi. Qattiq uxlamas edim-da, yo'q lekin. O'yov odamga o'xshab miya ishlab yotganini ham bilaman, uxlamay yotardim-da. Yo'q, keyin qattiq uxladim 15 kunda. Keyin постоянно arsini yedim 3 oy. Hozir 6-oy ketishi menikini. 6-oy ketishi. Vrachlar bog'lanib turdi. Bog'lanib turadi. Telefon qilib tinmay, rahmat. Tinmay telefon qilib turadi lekin. Gay vaqti men ko'tarmay qolishim mumkin, lekin ular kanda qilmaydi. Keyin telefonga qarasam, ular telefon qilgan bo'ladi. Keyin chiqaman lekin. Oldin sahringiz necha bo'lardi, hozir necha yuribdi? Yo o'lchamay ham qo'ydingizmi yo? Yo'q, o'lchayman. Hozir 6,5. Xudoga men qatnashgan.
Oldin 8, 12, 11 ana shunda yurardim-da. Umuman tushmas edi. Mana shu dorini ichgali berin 6. Lekin parhez qilmayman, shunisi bor. Shunisiga ham shukr deyapman-da. Avval nonni ham kam yeb, sal nonni ko'proq yesam, bir to'g'ram oshirroq yesam, mazam qochib qolardi. Hozir ham nonni ham yemalol Sizga endi non yeyish mumkin emas, lekin mumkin emas. Chunki kerak. mumkin emas deyapti, lekin mana shu dorilarni ichgali berin juda yaxshiman. Ana shu 6,5. 5,5. Jismoniy harakat qilib turasizmi? Yo, jismoniy harakatdan to'xtamayman Tinmaysizmi? lekin. Yo'q, tinmayman. Undan to'xtamayman lekin. Tinimsiz harakatda o'tiraman lekin. Yurib turaman. Uyda nima ish bo'lsa qilaveraman u. Sizni ko'rib ham biz sahrsiz deb o'ylamadik, o'zi soppa-sog'dek yuribsiz. Shunday. Ana umuman to'xtamayman. Havli ham shipiraman, gulitlar yegaman, suv tashiyman, lekin umuman to'xtamayman lekin. Undan to'xtamayman. Biz hozir qayerdamiz biz? Jizzax viloyati. Jizzax viloyati Zomin tumanining Ittifoq qishlog'idanman. Mana ishonmaganlar bo'lsa shu atrofdagilar sizga kelib so'rasa bo'ladi. Men mana shu dorini o'zim ichgali berin, hammaga taklif qilyapman. Shundan ichinglar deb aytayapman. Juda ham yaxshi ekan, foydasini men bildim. Foydasi juda ham yaxshi. Men shunaqa sog'lim, xuddi oldingizdek tiklanyapti. Tiklandi ham. Xudoga ming qatla shukr, tiklandi ham oldinga qaraganda deyapman endi. Mana shu ishlaringning rivojini bersin aynan. Endi to'ylarga boryapsizmi endi? To'ydan umuman qolmayman aynan. To'xtamayman. Hech is bu yerda so'zma chalpak bo'ladi, umuman qolmayman. Hammasiga boryapman. Oldin ham borgis kelmas edi. Oldin borim kelmas edi, chiqqim kelmay, sal kun issiq bo'lsa, issa yurgim kelmay, yurishdan qiynalib, holsizlik bo'lib, salqin joy bo'lsa kirasam, yotsam deb. Hozir yugurib chiqdingiz bizga. Ha, shunday. Hozir bozordan ham to'xtamayman, bozorga ham borib kelaveraman. Yig'ilishlarga, to'ylarga. Hech yerdan to'ylarga ham, hech yerdan qolmayman hozir. Hamma joyga borib kelaman. Ko'zlaringiz qanaqa? Xudoga shukr, ko'zim rosa yaxshi bo'lib qoldi, yaxshi. Uyqularingiz, asabiylashishlar. Asabiylashlarim pichi yaxshi, kamaygan. Oldingiga nisbatan yaxshi. Ha, oldinga algidan kamaygan. Uyqularim ham yaxshi. Mehnat qilaman, tinmay, yotaman, dam olaman. Dorini vaqtida ichaman, dorini lekin. Juda menga o'zimga juda ham foydasi katta bo'ldi. Men aytdim, bu qancha kompaniyaning darisini ichib ko'rdim, aytdingizlar boshida, hammasini ichib ko'rdim. Shuning uchun ham bunga ishonishingiz qiyin bo'lgan ekanda 2 yil kuzatdim deyapsiz. 2 yil kuzatdim lekin telefonda tinmay ko'rib turar edim. Stop deyapti, deb tinimsiz ko'rib turdim. Gaplashganlarni ham ko'rdim. İçayin deb turib, ana o'qib uydalar ishladi, yo'q qo'ying, bari kompaniyaniki birda dedim. Ichgan bilan shunchasini ichib ko'rayapman, maqtadi dedim. Hech ana o'zgarish bo'lmadi dedim. Oxiri keyin buni yozdik, lekin 15 kunda ta'sirini bildim lekin buni. Mana. Xudoga ming qatlar shukr. Men aytdim, sal ana shunaqa ishlovchilar sal harakat qilsa, asta-asta sahr deb aytdim, yo'q qilish mumkin ekanda dedim. Uncha siz dieta qilishingiz kerak edi. Lekin non yeb qo'yapman. Oldinda lekin rosa dieta qildim ham hech o'zgarmadi. Rosa dieta qildim. Mana ularni ichganimda ham shunaqa dieta qildim. Buni 15 kun dieta qildim. Ichgan paytda boshida 15 kun dieta qildim. Keyin asta-asta qandaydir yegim kelaverdi. Hamma narsa ko'zimga yaxshi ko'rinaverdi. Oz-ozdan yeb ko'rdim. Lekin hozir unday farqiz qilmayman. Unchalik farqiz qilmay qo'ydim. Shunda ham Xudoga ming qatlar shukr. Holatingiz zo'r, ha? 6,5 to'qqarga ham 7 ana shunday chiqyapti. O'lchayman. Maşallah. Sizni ko'rib xursand bo'ldik mana. Shunga men ham keyin rosa telefon qilib so'rab turadi. So'rab tursam, rahmat, toza yaxshiman, holatingiz qanday bir so'rab turadi. Yo'q, Xudoga shukr, ming qatlar shukr, yaxshi holatim. Buna kelayotgan, mana algidan qatli debatdan aziyat chekayotganlarga ham aytaman, shularga ham ikkilanayotganlarga deng. Ikkilanayotganlarga o'zining sog'ligi uchun mana arzimagan narsa ichib ko'rsin. Buna men to'g'risini aytaman o'zim uchun. O'zim buni ichib ko'rib, boshimdan o'tkazdirib aytayapman hammasini. Bu yerda yolg'on, yashiq narsa yo'q. Buna sizlarga ham rahmat aytolayin, shunchalik el ustida xizmat qilganlaring uchun. Xudoga shukr, mana shunchalik algilar bor ekan, buni ko'rib, buni ichib yaxshi bo'lib, Xudoga shukr. To'y deng. To'y yuribman. Xudoga shukr. Hamma hech yerdan qolganim yo'q lekin. Buni hozir xo'jayinim ham aytib qoladi, sen ana qilaysan, bu to'ydan qolsa bo'lmaydi. Yo'q, to'yga qolish mumkin emas menga. Kayfiyatingiz zo'r bo'ladi-da. Ketaman to'yga. Yo'q, bemalol ketaman. Sizning kayfiyatingiz zo'r bo'lishi kerak edi. Shunday.
Bemalol borib, buna kelinlar, nevarlarga baqirib, chaqirib, ish qilib, bunani bitinglar deb o'zim birdan bo'lib, lekin ishdan to'xtamayman lekin. Rahmat.